Ha, takajon. Ana shu qizcha pul so'rasa, badbaxt bir erkak mana shu qalampirni garmdorini yesang pul beradi. Haligi 8-10 yosh qizcha shunga rozi bo'lyapti. Ukalari bor uyda. Non olib borish kerak. Rozi bo'lib, mayli deb haligini qo'ldagi garmdorini olib chaynab yeyapti. Barabar. Garmdorini bergan inson hahalab kulyapti. Maza qilyapti. Achchiq emasmi desa, yo'q deyapti. Chunki achchiq desa pul ola olmaydi dedi. Shundoq videoga olib turgan ahmoqni qarang. Yaqin olib kelib ko'zini ko'rsa, ko'zdan dona yosh yog'yapti. Lekin baqirib yig'la olmayapti. Hozir bolangizga achchiq berib ko'ring. Va uyingizni ko'tarib yuboradi deydi. U ham yig'layapti, ko'zdan yosh chiqyapti, lekin dod deya olmayapti. Dod desa pulni ola olmaydi.